20. Rossiya. Qish. Chekka sanoat hududi. Bu joyda quyosh kam chiqadi, odamlar kam gapiradi, lekin dardlar ko'p. Bu hikoya migratsiya, yolg'izlik, insoniy issiqlik haqida. Asosiy qahramonimiz Malika. Malika 29 yoshda. O'zbekistondan ishlash uchun kelgan. U oilasi uchun pul topardi, yolg'iz yashardi, sovuqqa o'rgangan edi, lekin ichidagi sovuq tashqaridagidan ham kuchliroq edi. U omborda kechki smenada ishlardi. O'sha tun navbatchilik. Ombor, temir devorlar, past shift, sovuq havo, motor shovqini. Soat tungi 11. Malika yolg'iz emas edi. Yana 2 ishchi bor edi. Lekin bu tun oddiy emas edi. Eng sovuq joy qayer deb o'ylaysiz? Ombormi yoki inson yuragimi? Elektr o'chdi. Ombor qorong'i bo'ldi. Sovuq kuchaydi. Malika qo'rqdi. Bolaligini esladi. Onasining ovozini eshitgandek bo'ldi. Bu yerda telefon ishlamasdi, tashqariga chiqib bo'lmasdi, yordam yo'q edi. Odamlar bir-biriga yaqinlashdi. Issiqlik uchun emas, insoniylik uchun. Sovuq sharoitda odam tez ochiladi, ichidagi gaplar chiqadi, niqoblar tushadi. Malika gapira boshladi. Hayoti haqida, yolg'izligi haqida. Bu qaynoq tun, hislar qaynoqligi, dardlar ochilishi, insoniy yaqinlik tunidir. Yana bir ayol, Irina, rus ayoli. U ham yolg'iz, ajrashgan, sovuqqa ko'nikkan. U shunday dedi: ba'zan sovuq odamni tiriltiradi. Bu Malika uchun kutilmagan edi. Soat tungi 3. Eshik tomondan ovoz eshitildi. Qulf harakatlandi. Malika yuragi tez ura boshladi. Bu tun tugaydi, lekin oqibatlari qoladi.